Demek kimyo mollar to'plami birinchi qism alkanlar bo'yicha 6-chi deb davom ettiramiz 52-chi savolda. Boshladiga o'qiyapsizlarmi? 110 gram etan propan aralashmasi yondirilganda 180 gram suv hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi etanning massasini top. Demak, 6-chi deb 52-chi savol, to'g'rimi? 52-chi savol. Masalada etan bor, S2H6 va propan bor. Formulasi qanaqa? S3H8. Diqqat bilan eshiting. Uje tenglanishni bilsanglar kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Bunda qarab turib tengla olamizmi? Tenglanishni karbohidrat emas. Karbohidrat yoniga 2. Chunki ulardan ikkita demoqchisiz, to'g'rimi? Suvni oldiga 3. Nimaga? Endi kislorod topamiz. 2 ga 2, 4, 3 ga 1, 3 ga 4 bo'lsak, 2 ga bo'lsak 3,5. Sal bundan olib turib 3,5 yoki 7 taqsim 2 ko'p bo'lsa bo'ladi. Tushunarlimi? Endi propan yoqamiz. Propan yonganda har qanday uglevodor yonganda karbon plus suv, to'g'rimi? Xo'p. Karbondan yonga 3, suvga 4 2 ga bo'lsak 8 2 ga bo'lsak 4, 3 ga 2, 4 ga 1, 6 ga 4 bo'lsak 10, 12 ga 5. Tushunarlimi? Bizda aniq bitta modda bor, faqat suv. Tushunarlimi? Lekin mana bu etan bilan propan aralashmasi necha gram ekan? 110 gram. Bizda faqat aniq suv. Shuning uchun 180 ni nechaga bo'lib olaman? 18 ga bo'lib miqdorga to'laman. Ikkidan biriga osonroq ishlash uchun. 180 ni 18 ga bo'lsam 10 mol suvda aralashmasi bo'ladi. Kelar ikki tomonli sistema quramiz. Agar mana shunday holatda masala kelib qolsa, doim ikki tomonli sistema ishlaydi. U alkan bo'lsin, organika bo'lsin, anorganika bo'lsin ishlab ketaveramiz. Esingizda bo'lsa gazlar aralashmaga doir masalalar ishlaganmiz. Endi mana bu etanni biz x mol olaylik, miqdorini y. Mana bu propanni miqdorini y olaylik. Mana shunday holatda masalada massa bo'yicha ketayotganimiz uchun etanning massasini hisoblaymiz. 12 ni 2 ga ko'paytirsak 24 oldini olsak 30. Birinchi son keyin belgi yoziladi. Tushunarlimi? Nima demoqchiman? Birinchi 30 keyin x deyiladi demoqchiman. X 30 deb yozmaysiz hech qachon, tushunyapsizmi? Ha. Shuni esingizda tuting. Endi 12 ni ko'paytirsak 36. 8 ni qo'shsak 44. Demak 44 y. Endi mana buni miqdor, ya'ni molga kelib chiqqani uchun bolalar 1 molga 3 mol nisbatda raysa kelishyaptimi? Endi mana buni biz x mol deb oldik, to'g'rimi? X molga 3x mol to'g'ri keladi. Mana bu suv yoniga net tushsa bo'ldi, shuncha x deb ishlab ketaveradi. Tushundingizmi? Endi mana bu suvga necha y bo'ladi shunda? 4 y bo'ladi. Yana propandan hosil bo'lgan suv. Endi ikki tomonga qo'yamiz. Dastlab miqdorlar eng kichkinasi tanlanadi, ya'ni eng kichkinasi miqdorlar, ya'ni 3x plus 4y teng bo'ladi jami 10 ga. Xo'p, 30x plus 44y teng bo'ladi plus 4. Endi qaranglar. Masalada x y topish shart emas. Qaysi gazni so'rasa shuni topsak bo'ldi. Tushunarlimi? Masalada etan so'rayapti. Etan x midir? Hozir biz y ni qisqartirsak x kelib chiqadi. X qisqartirsak y kelib chiqadi. Tushundingizmi? Ha. Hozir biz nimani qisqartiramiz? Y ni qisqartirsak x kelib chiqadi. Qarab turing. Xo'p, nechini 4 ga ko'paytirsak 44 kelib chiqadi? 11. To'g'rimi? Demak, tepani eng kichkinani ko'paytirib olaman, tepani 11 ga. Shunda 11 ni 4 ga ko'parsam 44, tepa ham 44, past ham 44. Qisqardimi? Nima qoldi endi? X ko'rdingizmi? Y ni qisqartirsangiz x qoladi, x qisqartirsangiz y qoladi. Endi 11 ni 3 ga ko'paytirsak 33 dan 30 ga ayirsak 3. Demak, 3x teng bo'ladi. 11 ni 10 ga ko'paytirsak 110, 110 dan plus 4 ga ayirsak 6. 110 dan 104 ga ayirsak 6.
Hop, oltini 3 ga bo'lsak, x qiymati 2. Ko'rdingizmi? Y qisqartirsangiz x ga chiqadi, x qisqartirsangiz y ga chiqadi. Endi ertaga so'ralyaptimi? Biz x qiymatining 2ligini bildik. Biz buni 30x olganmiz. Demak, 30 ni ko'paytirib qo'yamiz 2 ga. Necha bo'ladi? 60. Javob bormi? Javobimiz C javob. Bo'ldi. Keyingi 55-savol o'zgaryapti. 76 gram etan aralashmasi yondirilganda 220 gram karbonat angidrid hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi metanni massasini top. Demak, gazlar aralashmasi bo'lgan bu 56-savol. To'g'rimi? 55. Ha, 55 mi? 55-savol. Demak, metan bor, metanni yondirib olaman va etanni etan to'ppa-to'g'ri C2 H6 yondirilgan ikkalasidan hosil nima hosil bo'ladi? Karbonat angidrid va suv hosil bo'ladi. Yozib olaman SO2 plus suv. To'g'rimi? Reaksiyani tenglashimiz kerak. Metan yonganda karbonat angidrid tushadi. Tushmaydi. Ya'ni bir holatda olsak bo'laveradi. To'g'rimi? Suvga necha tushadi? 2 tushadi. Qanaqa endi? 4 ga bo'lsak 2 ga bo'ladi. Metanli valor qoldirmasini 2 ga bo'lib oldi. Ikki sabab topamiz. 1 kere 2. 2 ikkalada 2. jami necha bo'ldi? 4. 2 ga bo'lsak 2. Xo'p. Etan sabab yonganda karbonat angidrid necha tushadi? 2 tushadi. Nimaga? 2 tur 2 ta. Etanda 2 tur bo'lib qo'ygan. Xo'p, suvga 3 tushadi bu. To'g'ri aytiladi. To'g'ri aytdilar. Etanda 6 ta valor qatm bor, 2 ga bo'lsa suvga 3 tushadi. To'g'ri aytdik. 3 2 deyapmiz. Qayerga u 3? Karbonatda yon suvga olgan. Endi qarang. Dastlabki aralashma davomida nima qo'yamiz ekan? X y ga qo'yamiz. Bizda nimani? Bu safar karbonat angidridligini, to'g'rimi? Masalada aytilgan 220 gram karbonat angidrid. Bunda oldin suv edi. Suv aniq bitta moddami, to'g'rimi? Endi nima qilamiz? Karbonat angidridni miqdoriga to'g'ramiz. Moddani miqdori topish qolmasi M bilan ifodalanadi. Bizda 220 gram berilgan bo'lama karbonat angidridni molekulyar massasi gaz bo'lgani uchun molekulyar massasi 44 ga teng, to'g'rimi? 32 ga 12 ga qo'ysangiz. 220 ni 4 ga bo'lsangiz necha chiqadi? 5 bo'ladi. Kalkulyator ishlatmang. Chunki 22 deb hisoblaganimizda teng yarmida 50% degan 5 mol degan. Demak, karbonat angidrid gazlar aralashmasi 5 mol, mana yozib olaman. Jam aralashma 5 mol. Dastlabki bu 25 emas bu. Tushunasizlar? 25 hisob qildi. Haliganda katta qovus bormi? Xo'p, dastlabki aralashma necha gram? 76 gram. Demak, massa bo'yicha hisoblayman. X molini massasi 12 ga to'g'ri qo'shsak 16x. Tushunyapsizmi? Mana buni y molini massasi necha? 30. Mana buni 5 moldan deb hisoblaylik. Bittasi uchun x mol, mana bunda ikkitasi uchun 2 y mol. Tushunarlimi? Endi ishlaymiz. Bizda nima so'ralgan? Masalada metan so'ralgan. Demak, nimani qisqartiramiz? Y qisqartiramiz chunki x so'ragan uchun. Tushunyapsizlar? Ketdik boshladik. X plus 2y teng bo'ladi 5 ga. To'g'rimi? Massa bo'yicha ketyapti. X plus 2y teng bo'ladi 5 ga. 16x plus 30y teng bo'ladi 76 ga. Savol x necha chiqadi? O'zingizda ishlab ketaverasiz, ikkilamani kalkulyator ishlaysiz ham ko'zga qarab chiqarib berib qolasiz. Demak, bunisi oson. Hani mana bunga o'xshab 3x to'ligini bermayapti, faqat x va 1 2 nisbat beryapti xolos. Buni qarab ham ishlab qo'ysangiz bo'laveradi. Demak, tepani nechini, demak, y ni qisqartirishimiz kerak, x ga chiqadi, to'g'rimi? Tepani qisqartiryapman, eng kichiklarni qisqartirasiz, to'g'ri. Nechini 2 ga ko'paytirsangiz 30, 15. Tepani 15 ga ko'paytirib olaman, to'g'rimi? Xo'p. Mana yo'l deb tasavvur qiling. Endi 15 ni x ga ko'paytirsak 15x. 16 dan kattasidan kichigini qaraymiz. 16 dan 15 ni ayirsak 1. Bola biz ana shuni x yozamiz xolos. Tushunarlimi? X teng bo'ladi. 15 ni 5 ga ko'paytirsak
Qarang, o'rgataman. 15 ni 10 ga ko'paytirsangiz 150. 150 ni yarmi necha? 75. Demak, mana necha chiqadi? 15 5 15 5 ga ko'paytirsak 75. Endi 76 dan 75 ayirsak x dan 1 ga chiqadi. Endi y ni qanday topamiz? Mana y deb qo'yamiz, topmaydi. X ni 1 ga ko'paytiramiz. Bunda mana bunda olib boramizda x ni o'rniga qo'ydik. Endi bu yo'q, x yo'q. Tasavvur qiling 1. 1 ga nechida qo'ysangiz 5 chiqadi. 4 ni qo'ysangiz 1 chiqadi. 5 chiqadi, to'g'rimi? Demak, 2 ni y bo'lgani uchun 4 ni 2 ga bo'lib olamiz. Tushunyapsizmi? 4 ni 2 ga bo'lsa 2. Y ni qiymat 2 bo'ladi. Chunki 2 ni 2 4, mana 2 ni 2 ga qo'ysangiz 4, 4 ga 1 qo'ysangiz 5. Tushundingizmi? Endi mendan so'ralgan x qiymati nechaga chiqdi? 1. 1 ni ko'paytirib olamiz 16 ga. 16. Javob bo'lishi kerak, mana. Yozib oling. Demak, 7-tip 61-savol. 32 gram noma'lum alkan monoxlorlanganda 101 gram monoxlor alkan hosil bo'ldi. Alkandagi sp3 gibridlangan orbitallar sonini top. Ko'rdingizmi? Nima deyapman? Gibridlangan orbitallar sonini top. Demak, alkan umumiy formasi qanaqa? Qo'rqmayting. H2 plus 2. Bola monoxlor degani nima deganida? Bitta xlor birikkan degan, to'g'rimi? U degani qarang. Misol uchun Sn H2n bo'ldimi? Molda ikkita valor bo'lish kerakdi. Bittasi xlor bilan birikdimi? U degani Sn H2n plus 1 xlor ko'rinishda yoziladi. Tushundinglarmi? Qarasanglar, mana bu ikkita bo'lish kerakdi. Bittasiga xlor kelib birikdi, bitta qoldimi? Shuning uchun plus 1 xlor yozyapti. Tushundingizmi? Endi bundan tashqari ustoz voy, yana bitta xlor qayerga ketadi desa, valorlarni mulohaza qiladi. Bitta misol keltiraylik mana. Misol uchun etan olaylik, keyin o'chirib olaman. Etanni monoxlorlaydigan bo'lsak, senda nechta valor bor? 6 ta. Bitta xlor biriksa nechta qoladi? 5 ta qoladi. Ya'ni C2H5 xlor plus H xlor hosil bo'ladi. Tushundingizmi endi? Tushundingizmi? Bitta xlor qanday ketadi? Mana sen ham bitta xlor. Hajmini hosil qilyapti. Tushundingizmi? Bunday formulaga tushyapti, qarang. Uglerod nechta? 2 ta. 2 ga ko'paytirsangiz 4, 1 ga qo'shsangiz 5. Bitta xlor. Ko'rdingizmi? Formulaga tushdimi? Endi shu uglerodni noma'lumda shuni hisobiga biz qancha suvga qo'yamiz? Qanday ishlaymiz? Bizda noma'lum alkanning massasi 32 gram, monoxlorli alkanning massasi 101 gram. Qanday ishlaymiz? Qarang. Tayyormi? Qancha suv bo'yicha ishlaydigan bo'lsak. Bolalar, alkanlarda massa topish formulasi qanday chiqarardik? Uglerodning massasi nechaga teng? 12 ga teng. 12 dan n ga ko'paytirsangiz 12n plus vodorod massasi nechaga teng bo'lsa, 1 1 2 ko'paytirsak 2n plus 1 2 ko'paytirsangiz 2. Tushundingizmi shungacha? Keling endi mo'ljallasini qo'shib yuboraman. Ishorasi bilan bo'lgan uchun. Bu degani o'chirdim. 14 ga 2 ni qo'shsak, 12 ga 2 ni qo'shsak 14n plus 2. Tushunarlimi? Endi bu tomonga o'tdim. Bu tomonga o'tib shuni ishlayman. Ya'ni 12 ni n ga ko'paysa 12, 2 ga ko'paysa 2, jami bo'lsak 14n. Plus endi nima qilamiz? Ko'pchilik shu tanishadi. 1 da 35 ga ko'paytiramizmi? Yo'q, bunaqa emas. Mol xlorning massasi nechaga teng? 35 yarim, to'g'ri. 1 da qo'shib olsak 36. Ha, tushundinglarmi endi? 36.5. Endi qancha usulda ishlaymiz? Qanday ishlaymiz buni? Qarang. Xohlasangiz bu tomondan boshlang. Xohlasangiz bu tomondan boshlang. Tushundingizmi? Mana degan tomondan boshlang. Boshladim men mana bu yoqqa ketdim. Kalkulyator bormi o'zingizda? Kalkulyator yo'qmi? Boshlaydiganmi? Demak, pastdan boshlaydigan bo'lsak, demak, birinchi ko'paytirib olamiz. 14 ni 101 ga ko'paytirchi. 14 ni 101 ga ko'paytirib. 414.
to'xtang. 1414. 1414. Anaqa Ha. n ishorasi bilan aytingda. 1414 n plus 2 ni 100 ga ko'paytirib, ashna hisoblaymiz. 202 teng bo'ladi. 32 ni 14 ga ko'paytiring. 448. 448 n ishorasi bilan ayting meni hozir. Ismingizni aytsam o'g'rayapmizmi? Ha, to'lasizmi? Ha, to'labdi. 32 ni 36 5 ga ko'paytirsak 1168. Bo'ldi, ishorasi yo'q. Endi qarang, eshiting. Ishorasi bor bilan ishorasi yo'q qisqaradi. Qanday qisqaradi? Bir-biridan aylaylik. Tushunarlimi? Kattasidan kichkinasini aylaymiz. Kattasi qaysi? 1414 mi, 448 mi? 1414 dan 448. aylaylik. 966. Savol berasizlarmi? Nimaga aylayapsiz? Chunki ishora plyus turgan uchun. Qo'shib bo'lgan plyus. Ha. Doim matematika bo'yicha qo'shuv tursa yo'lda bu yoqqa o'tganda ayg'ur bo'lib o'tadi. Tushunarlimi? Agar mon ishorasi yonida minus turganda monda qo'shardi. Tushunyapsizlarmi? Masalasiga e'tibor bering. Xo'p, 1414 dan 448 darsi 966 n 966 n teng bo'ladi. Endi qarang. Bu tomonda ham xuddi shu plyus turibdi, to'g'rimi? O'ng tomonda ham plyus turibdi. Ayling, 1168 dan 966 n 966. Endi yo'q bo'ldi. Xabarni bo'ladi. Endi topshiriqlar qilamiz desa, ishorasi yo'g'ini ishorasi borga bo'lasiz. Demak, qaysi uglevodorod bu? Qaysi alkal? Metan. Metan. Saxar. Uglerod, vodorod ham o'zbekcha aytdim, tuzilishini yozib, gibridlarni topamiz, bolalar deb o'zbekcha gapirdim, to'g'rimi? Bolalar bitta uglerod ekan. Gibridlanish darajasi S3. Nechta orbital bor S3 da? 4 ta orbital bor. Bitta S, 3 ta P. To'g'rimi? 4 ta orbital bor. Javob bormi? Ha, A bo'ladi. 8-tip. Bu yerda Fisher-Tropsch berilgan, o'zi adabiyotlarda Orloff Fisher-Tropsch deyiladi. Tushunarlimi? 3 ta olimning ismi. Endi Orloff Fisher bitta olimmi, balki bilmayman. Bo'yicha mos ravishda mol nisbatlar 1-2-3 bo'lgan 100 gram metan, etan, propan aralashmasi hosil bo'lsa deyapti. Ko'rdinglarmi? Hosil bo'lgan buni. Sarflangan vodorodni masalasi bitta. Bolalar juda ham sodda masala. Nechinchi tip? 8-chi tip. 71-chi masala. Qarang, oson. Is gaziga vodorod ta'sir ettirdi. Bunda hosil bo'ladi. Qarang bolalar. O'zi umumiy formula bo'yicha masalan aytyaptiki, metan, etan va propan. Nima hosil bo'ladi yana? Suv. To'g'rimi? Esimizdan Orloff Fisher-Tropschni bilasiz? Ya'ni n ta is gaziga mana shu n dan bitta ko'p bo'lgan vodorod ta'sir ettirganida nima hosil bo'lar ekan? Alkan hosil bo'ladi va suv bilan. To'g'rimi? To'g'ri. Endi qanday bo'ladi? N'ga qiymat beramiz. Bu degani metanda uglerod nechta? Bitta. Metanda ikkita, propanda 3 ta. Jami qo'shilgan. 6 ta oldimi? Endi qarang. 3, 2, 5, 6. Endi mana bunga qiymat beradi. N'ga qiymat bersa bitta ko'p nima bo'ladi? Vodorod atomi bo'ladi. To'g'rimi? Endi vodorod atomlarini o'ta shunaqa qilib tegrashimiz kerak. Metanda nechta vodorod bor? 4 ta. Etanda 6 ta. jami nechta bo'ldi? 10 ta. Propanda 18 ta, suvda 22 ta. To'g'rimi? Masalalarda tayyor holatda berib qo'ygan. Endi bularni biz tayyor olish nisbatdan foydalanib tayyorlashimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? Nima demoqchiman qarang. Nisbatlar nechiga bergan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. U degani birinchi metanga yozasan 1 mol. Etanga yozasan 2 mol. Propanga yozasan 3 mol deyish. Savollar bormi? Yo'q.
Endi ularni hisoblaymiz. Keyin siyosiy qo'yib qo'ysak bo'ladi. Chunki siyosiy ikki bo'lib bor. To'g'rimi? Ketdik. 1 kala 1. 1 eslab qoling. 2 kala 2. 1 ni qo'shsak 5. 5 eslab qoling. 3 kala 3. 9. 9. Ana 5 ni qo'shsak 14. 14. Tushunarlimi? Demak, siyosiga chiqamiz ekan. 14. Savollar bormi? Yo'q. Yo'q. Endi qarang, vatr mana bu vatr tenglashdan oldin biz suvni tenglab olishimiz kerak. Chunki suvda kislorod ham bor, vodorod ham bor. 14 ni 1 ga ko'paytirsak 14. 14. Demak, bu suvga olgan chiqmay olaman? 14. 14. Chunki 14 bo'lsa 14. Kislorod ham teng bo'ldimi? Endi vodorod hisoblayman. 1 kala 4. 2 kala 6. 12. 12 ga 4 ni qo'shsak 16. 16. Eslab qoldingizmi? 3 kala 8. 24. 16 ni qo'shsak 40. qara. 40 ga 14 2 ga ko'paytirsak 28. 28, 40 ga qo'shsak 68. 68. Vodorod ikkita atom 68 2 ga bo'lsak 34. 34. Tepdimi endi? Ha. Endi savolga qo'yishadi. Jam aralashma 104 gram beryapti, to'g'rimi? Vodorodda massasi berilyapti. Qarang. 34 2 ga ko'paytirsak 68. demak, vodorodda molekulyar massasi 68 gram. 68 gramdan bolalar. Endi qarang. Aytamiz. So'z qanday hisoblaymiz? Hammasini jami massasini hisoblaymiz. Tushunamizmi shu jarayonni? Chunki aralashma bo'yicha 1-2-3 mol nisbatda 104 gram aralashma hosil bo'lyapti. 1 mol metanning massasi necha gram? 16. 16 gram. 2 mol metanning massasi necha gram? To'xtang, dastlab qarang. 12 ni 2 ga ko'paytiring. 24 ni 6 bo'lsak 30, 32 ga ko'paytirsangiz 60, 60 ni 6 ni qo'shsangiz 76. 76. Tushundingizmi shungacha? Endi propanni qo'shib qo'yamiz. 12 ni 3 ga ko'paytirsak 36. 36 ga 8 ni qo'shsak 44, 44 3 ga ko'paytirsak 2 ga ko'paytirsak 88. Ha? 132. Bu 76 chiqadimi? Ha. Qo'shib qo'ying. 208 chiqadimi? 104 ga to'g'ri proporsiyalar. Sana 208 chiqadi. Endi masalan shart bo'yicha jam aralashmamiz 104 gram. Tushunarlimi? Bor kimyo bo'lgan kitobda xato ketib qolibdi. Ko'rgan bo'lsanglar ishlanishda 108 to'p bo'lib ko'rdinglarmi? Asl 104 bo'lishi kerak. Xato tushunib olmang. Demak, 104 gram necha gram bo'ladi? Kalkulyator shart emas. 104 ga 208, 2 ga 1 nisbatdan esa kirishadimi? Qayerasida bo'ladi? 68 da 1 ga ko'paytirsak bo'lsa, 2 ga bo'lsak 34. Demak, necha gram bo'lgan? 34 gram bo'lgan. Savollar bormi? Yo'q. Javob A. Demak, 9-chi. Molekulasida 19 ta sigma bog' saqlagan alkani necha gram miqdorida monoxlorlangan 73 gram vodorodlar hosil bo'ladi deyapti. To'g'rimi? Demak, 9 o'rnida bitta ishlaymiz. 9-chi. 19 ta sigma bog' bor ekan. Alkanlarda sigma bog' topish formulasi qanaqa edi? 3 plus 1. Termolarni jami 19 ga. Endi qiynalib topamiz. 19 dan o'taysak 18. 3 ga bo'lsak 6. 6. Bu necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Geksan bo'ladi. Ketdik, S6H14 ga qo'shamiz xlor. Ketdik. Bitta xlorni chiqarib bitta xlor bersak, S6H13 xlor plus H xlor. To'g'rimi? Masalan, sharti bo'yicha necha gram alkanni geksan massasini hisoblaymiz. 16 ni 6 ga ko'paytirib 14 ga qo'shing. 16 ni 6 ga ko'paytirib 12 ga qo'shing. 12 ni 6 ga ko'paytirib 14 ga qo'shing. 86. Demak, 86 gramdan massa bo'yicha 35 ga birda qo'shsangiz 36 gram vodorodlarning masalan sharti bo'yicha 73 gram beryapti. Kalkulyatorga tashlamang buni. 73 36 5 dan necha marta katta? 2 taqsim 1.
86 ni 2 ga ko'paytiring. 172. To'g'rimi? Javob bormi? Ha, A javob. A javob. Keyingi 10-tip. Eshitamiz diqqat bilan. 10. Bertolli usuli bo'yicha metal sintez reaksiyasidan hosil bo'lgan tuz va gazni massalar ayirmasi, mana hosil bo'lgan tuz va gaz. Shularga massalar ayirmasi 62 ga teng. Bo'lsa reaksiya uchun olingan misli massasini top. Bertolli usuli bo'yicha uglerod disulfidga plus vodorod sulfid plus qanaqa metal? Mis qanaqa u? Oddiymi, sovutilganmi? Qizdirilgan mis ta'sir ettirsak, metal va mis sulfidini hosil qiladi, to'g'rimi? Misda bir valentli birikmas. Mis bir sulfid deymiz. Tushunarlimi? Reaksiyani tayyor olishimiz kerak buning uchun. Umumiy holatda 6 minutda ikkita, to'g'rimi? Bu yerda 6 minut bitta, lekin bu yerda misdan ikkita, bu yerda bitta. Endi ikki karra ko'paytirib olamiz. Bu degani ikki karra ko'paytiradigan bo'lsak, misni yoniga 2 qo'ysa, bu yerda 2 to'g'ri, endi to'g'ri. Bu yerda 6 minutdan ham ikkita bo'ldi, bu yerda bitta bo'lib qoldi, to'g'rimi? Demak, bu yerda bitta 6 minut, bu yerda ikkita 6 minut bo'lsa, vodorod sulfidga 2 qo'yib oladi. To'g'ri bo'ldimi? Jami 4 ta bo'ldi, to'xtatib. 4 qo'yamiz. Misni oldiga yo'q, to'g'ri bo'lmaysiz. 4 qo'yamiz. Ano, biz sulfidni oldiga 4 qo'yamiz. Keyin misni to'g'ri, mis sulfidga 4 qo'yamiz agar nimaga deng? Chunki 2 karra 2, mana 2 ni qo'shsangiz 4. To'g'ri, demak, mis sulfid yoniga 4 qo'yamiz. Misni oldiga 8. 4 ga 2 8, misni oldiga 8 qo'yamiz. Metalni oldiga-chi? Metalni oldiga 7 uglerod disulfidda bitta bo'lgani uchun qo'yilmaydi. Masalani yana o'zlashtiramiz. Qarang, hosil bo'lgan deyapti. Hosil bo'lgan tuz ham bor, gaz ham bor. Mana shuni ayirmasi 62 ko'raman, qarablik. Masalada mis so'ragan keyin aytaman. 1 mol metalning massasi 16 gram. 4 mol mis sulfidni hisoblaymiz. Qanday? 64 2 ga ko'paysa 128, 128 32 ni qo'shsak 160. 164 ga ko'paytirsak 640. 640. Qarang, hosil bo'lgan tuz massasi gaz massasidan 62 kilogramga farq qilar ekan. Endi biz tuzni massasidan gaz massasini ayiramiz. Kattasi kichkina. 600 dan 16 ayirsak 624. Masalani sharti bo'yicha 62 kilogram. Mana farq bizda tushunchayman, biz buni delta deymiz, to'g'rimi? Farq deyiladi. Masalan, shart bo'yicha 62 kilogramga farq qilganda, endi qarang, misdan qancha deb so'ragan uchun keyin yozyapman deb tushunmay qolgan dedi. Mana qo'shnilar ichida bor. Mis 8 tasini hisoblaymiz. 8 dan 64 ga 512. 512. 512 ni 62 to'rga ko'paytirib 620 ga bo'lsak 51 2 javob bormi? Ha.